Assalomu alaykum, hurmatli o'z kompyuter so'zlashchilari. Bugun bizga Zifler monitorlari, HP notebooklari va Dell notebooklari va Lenovo ZigbPad notebooklari keldi. Zifler monitorlaridan 28 ta, HP notebooklaridan 32 ta, Dell notebooklaridan 28 ta va Lenovo ZigbPad notebooklaridan 12 ta. Bular xususiyatlarini tushuntirsam, HP Core i5 12 pokoleniya 8 GB 16256. Dell esa prosessor Intel Core i5 12 pokoleniya 8 GB 16256, operatikasi 256 GB, M2 xotira bilan jihozlangan. Lenovo ZigbPad notebook esa Intel Core i5 12 pokoleniya 8 GB 16256 16256 M2 xotira bilan jihozlangan. Pastda telefon nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilavering.